Amir Temur haqida 10 ta fakt. Amir Temurning haqiqiy ismi Temur ibn Tarag'ay Barlos bo'lib, 1336-yil 9-aprelda Kesh yaqinidagi Xo'ja Ilg'or qishlog'ida dunyoga kelgan. Amir Temur shatranj, ya'ni shaxmat o'yinining ashaddiy ishqibozi bo'lgan. U Markaziy Osiyo tarixidagi qudratli, o'rta asrlarda esa mintaqadagi eng yirik imperiyaga asos solgan. Amir Temur o'zi o'tkazgan janglarning birortasida mag'lub bo'lmagan. Temuriylar imperiyasi insoniyat tarixida maydoni bo'yicha 26-o'rinda turadigan imperiya sanaladi. Amir Temur zabt etishga muvaffaq bo'lgan hududlarning umumiy maydoni 4,6 million kilometr kvadratga tengdir. 20 yil davomida Usmonli sultonlari qo'lga kirita olmagan Smirna qal'asini Amir Temur 2 hafta ichida ishg'ol etgan. Amir Temurning hayoti davomida eng katta yurish Iroq safarida bo'lib o'tgan va u 7 yil davom etgan. Ayni paytda Amir Temurga tegishli mashhur Rubin toshi Londonda, uning qilichi esa Tehron muzeyida saqlanadi. 1996-yilda poytaxtimizda Temuriylar tarixi davlat muzeyi, shuningdek Toshkent, Samarqand, Shahrisabz shaharlarida buyuk sarkardaning haykallari o'rnatilgan. Ona xalqimiz o'zining buyuk alloma-yu mutafakkirlari, zabardast davlat arboblari, nodir iste'dod sohiblari bilan haqli ravishda faxrlanib keladi. Ana shunday ulug'larimizdan biri Sohibqiron Amir Temurdir. 1360-1370-yillar Turon zamini o'zaro urush va nizolari oqibatida 10 ga yaqin bekliklarga bo'linib ketgan og'ir va qaltis vaziyatda Amir Temur siyosat maydoniga kirib keladi. Tariqday sochilib ketgan tarqoq elni birlashtirdi. Sarhadlari Xitoydan to Misrga qadar kengaygan va 27 ta davlatni o'z ichiga olgan buyuk Temuriylar saltanatiga asos soldi.
Sohibqironning xorijiy davlatlar hukmdorlari bilan o'rnatgan do'stona aloqalari Osiyo va Yevropa o'rtasidagi siyosiy, iqtisodiy, savdo-sotiq va madaniy aloqalarni yanada mustahkamlash maqsadida amalga oshirgan faoliyatiga doir yuzlab hujjatli manbalar mavjud. Ularning barchasida Amir Temur dono siyosatchi, ziyrak va zukko diplomat sifatida e'tirof etiladi. Sohibqiron tomonidan yuritilgan dono siyosat tufayli yurtda siyosiy barqarorlik o'rnatildi. Obodlik va farovonlik hukm surdi. Natijada iqtisod yuksaldi, madaniyat, ma'naviyat, san'at, adabiyot, ilm-fan rivoj topdi. Zaminimizda birinchi uyg'onish davri yetuk allomalari yaratgan ilmiy maktablar Amir Temur va Temuriylar hukmronligi davrida qayta tiklandi. Samarqandda Ulug'bek Mirzo, Hirotda Shohruh Mirzo, Boysungur Mirzo va Alisher Navoiy, Baliqda Badiiy Zamon Mirzoga tegishli kutubxonalar ilm-fan taraqqiyotiga xizmat qildi. Va tarix yana bir buyuk hodisaga, ikkinchi uyg'onish, Temuriylar davri renessansiga guvoh bo'ldi. Jahon arxitekturasi tarixida Amir Temur davri me'morchiligi o'zining g'oyaviy ulug'vorligi hamda uni ro'yobga chiqarishdagi mukammalligi bilan ajralib turadi. Shohizinda majmuasi, Ko'ksaroy, Bo'stonsaroy, Qusam ibn Abbos majmuasi, Go'ra Amir maqbarasi, Bibixonim jome masjidi va ko'plab madrasalar, Samarqand ichi va tashqarisidagi 12 ta bog', Shahrisabzdagi Dorut Tilovat va Dorus Saodat majmualari, Muhtasham Oqsaroy, Hoji Ahmad Yassaviy, Zangi ota maqbaralari kabi ko'plab ulug'vor inshootlar, bog'-rog'lar, qal'a-yu qo'rg'onlar, yangi kentlarning qad ko'tarishi Amir Temur nomi bilan bog'liq. Amir Temur Qo'ragonning tabarruk nomi, u qoldirgan buyuk ilmiy va madaniy meros bugungi davlatchiligimiz, yangi O'zbekiston uchun buyuk qomus vazifasini o'tamoqda. Sohibqiron yuritgan adolatli, oqilona siyosat esa ayni vaqtda ham nafaqat uning vorislari, balki jahon hamjamiyati uchun ibratdir.
O'zbekning ulug'lari Temuriylar. Amir Temur 1336-yil 9-aprelda Shahrisabz yaqinida tug'ilgan. Otasi Muhammad Tarag'ay, onasi Tegina Xotun. Kishilik sivilizatsiyasining daholaridan biri. Sharq va G'arbni Mo'g'ullar hukmronligidan ozod etgan. Temuriylar uyg'onish davri poydevorini qo'ygan buyuk shaxs. 1370-1405-yillarda O'zbek davlatining boshlig'i, O'rta dengizidan Xitoy devori, Moskvadan Dehligacha ulkan kenglikni qamrab olgan saltanat asoschisi. Ilm-fan, madaniyat, qurilish, me'morchilik homiysi. Davlat va jamiyat boshqaruvining ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy masalalari yoritib berilgan noyob va o'ta qimmatli tarixiy-huquqiy asar Temur tuzuklari muallifi. 1405-yil 18-fevralda O'trorda olamdan o'tgan. Qabri Samarqanddagi Amir Temur maqbarasida. Amir Temur va Muhammad Sulton dastlab mana shu xonaqoga dafn qilingan. Chunki ularning mayitlari Samarqandga olib kelinganida hali maqbara bitmagan edi. Garchi maqbara Temur va Temuriylarga bag'ishlab qurilgan bo'lsa-da, biz ko'rib turgan ushbu qabr Temuriylar sulolasiga umuman aloqasi yo'q. Manbalarda keltirilishicha, qabr maqbara qurilishidan oldin ham mavjud bo'lib, Amir Temur kulollar piri bo'lgan Said Umar ruhini bezovta qilmaslik maqsadida qabrga tegmagan va maqbara ichida qoldi. Maqbara qurib bitkazilgan vaqtda maqbara devorlariga Amir Temur tomonidan ishlatilgan qurol-aslahalar yo'qolgan. Ushbu qurol-aslahalar qimmatbaho toshlar bilan bezatilgan bo'lib, ularning har biri bir viloyatning 1 yillik solig'iga teng bo'lgan. Ushbu qurol-aslahalar Amir Temurning kenja o'g'li Shohrux Mirzo tomonidan olinib, xazinaga topshirilgan. Bu yer haqiqiy qabrlar joylashgan xilxona. Bu yerga dafn qilingan shaxslardan faqat Amir Temur va Muhammad Sulton yog'och tobutlarda dafn qilingan. Qolgan Temuriylar sarkofag, ya'ni tosh tobutda dafn etilgandir. Maqbara hovlisida joylashgan ushbu tosh Ko'k tosh nomi bilan mashhur bo'lib, Amir Temur tomonidan yasattirilgan. Amir Temur ushbu toshda o'tirib, arkoni davlat yig'ilishlarini va mashvaratlarini o'tkazgan. azmi qat'iy, tadbirkor, hushyor, mard va shijoatli bir kishi mingta tadbirsiz, loqayd kishidan yaxshiroqdir. Amir Temur. Amir Temur arab, fors va turk tillarida erkin so'zlashardi. U kalom ilmida va islom huquqshunosligida shu qadar beqiyos bilimga ega ediki, biror bir musulmon ulamosi ilmiy bahs va munozarada uni yenga olmagan. Sultoniya yepiskopining esdaligidan